Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Assalomu alaykum Orzigul opa. Xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz jigar mavzusi haqida gaplashamiz. Sizga bir necha yana savollarimiz bor. Jigar organizmning asosiy filtri deb ataladi. Asosiy filtr bo'lganda u asosan nimani filtrlaydi? Tomoshabinlarimiz uchun shu sodda ko'rinishda bir tushuntirib bersangiz. Jigar asosiy filtr. O'zi organizmda asosiy ikkita filtr bor. Bittasi jigar, bittasi buyraklar. Endi bugun jigarni so'ragan ekan. Jigar qondagi zaharli moddalarni hammasini filtrlab oladigan asosiy organ. Chunki oshqozonchak sistemasidan ichakdan, ingichka so'rilgan hamma ovqat, nima yegan bo'lsak, uning ichiga hammasi aralashib ketdi. Nima yegan bo'lsak, dori ichdikmi, hammasi jigarga keladi. Ichakdan so'rilib, qon tomirlar orqali jigarga keladi. Jigarning har bitta kletkasini orasidan o'tish davrida jigar kletkalari uning ichidagi zaharli moddalarni hammasini tozalab olib, filtrlab, polniy qon, katta qon sistema aylanishiga jo'natadi. Tozalangan qon ketadi. Asosiy tozalab berish mana ximikatlardan, zaharli moddalardan, mana aroq ichgan bo'lishi mumkin, chekkan bo'lishi mumkin, haligi dori-darmon ichdingiz, uning zaharli tomoni, ximikatlari hammasini filtrlab, tozalab, qonni suyultirib beradigan asosiy jigar. Butun organizmning biokimik laboratoriyasi deb ataladi. Chunki u yerda hamma narsa analiz qilinib, kerakligi, kerak emasi hammasi joy-joyiga qo'yiladigan joy. Organizmdagi immunitetni ishlab chiqarishga, toza qon ishlab chiqarishga hamda xolesterin moddalarining, endi xolesterin har xil bo'ladi, o'shani yaxshi xolesterinni ishlab chiqarib, organizm uchun foydali narsalarni keltirib chiqarishga yordam beradigan eng asosiy organ bu jigar. Bu qon tozalaydi eng asosiy. Jigar filtr bo'lgandan keyin filtr o'zida zaharli moddalarni ushlab qoladi dedik. Ya'ni bu o'zbekcha aytganda zaharlanish, ifloslanish deyiladi. Albatta. Qaysi yo'llar orqali jigar ko'proq ifloslanadi? Ovqatlardanmi, dori-darmonlardanmi, ekologiyadanmi yoki boshqa bir yana niqildanmi yoki sizning fikringiz qanaqa shu ma'noda? O'zi aslida hamma narsa birdaniga ta'sir qiladi. Chunki ekologiya ham nafas yo'llari orqali oldik qonga o'tayapti. Ichgan yeganimiz asosiy narsa bu ichgan yeganimizdan. O'zi 99% kasallik og'zimiz orqali kiradi deyapmiz. Shuning uchun borib ichgan yeganimiz asosiy o'rinda turadi. Lekin ekologiya ham, radiatsiyalar ham hammasi jigarni ifloslanishga olib keladigan narsalar. Lekin birinchi o'rinda turadigan narsa bu yegan ovqatimizga ko'proq bog'liq. Ideal sog'lom odammi jigarda ham ifloslanish bormi degan savol bor. Bo'ladi, chunki boshqacha iloji yo'q. Ideal sog'lom degan vaqtda ideal sog'lomni o'zi bo'lmaydi, praktiski zarur deymiz biz. Praktiski zarur bo'lgan odam hech qanaqa hech narsa bezovta qilmayapti degan so'z uni. O'zicha sog'lomman. Lekin jigarda ancha o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Lekin inson uni sezmaydi. Chunki jigarimiz shunday organ, u gapirmaydi. Dod demaydi, baqir-chaqir qilmaydi boshqa yerga o'xshab. U iloji boricha qo'lidan kelgancha qoningizni o'zini ishini oxirigacha bajarishga harakat qiladigan. Qotib oxiri nima deydi? Sirroz bo'lgan vaqtgacha ham sizga bildirmasligi mumkin. Lekin u sirroz bo'lgandan keyin undan orqaga qaytishda iloji yo'q. Sirroz degan so'z jigar kletkalari qotib qoldi, o'sha ishlamayapti degan so'z. O'sha davrgacha ham jigar indamasdan yotadigan narsa. Единственный случайda jigar og'riq berishi mumkin. Qachonki jigar ishib ketib, kapsulasi cho'zilgan vaqtda kapsulasidagi og'riqni biz sezamiz. Tashqaridagi xaltachasi, tashqaridagi turgan. Boshqa vaqtda jigar indamaydigan shunaqangi spokойный katta organ qo'ldan kelgancha tozalab beradi, indamaydi. Shuning uchun ham sog'lomman deb yuradi odam, lekin aslida jigarda juda ko'p o'zgarishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Chunki biz yoshligimizdan, chaqaloqligimizdan boshlab jigarda ifloslashni boshlaganmiz bugungi kunda. Ona sutini berishni o'rniga haligi nima deymiz? Qo'shimcha ovqatlar beramiz. Qo'shimcha ovqatda hamma sun'iy ovqatlarning hammasi ximikatlarga to'la. Chaqaloq endi raddomdan chiqmasdan yotib radamda turgan vaqtda o'sha uni zaharlashni boshlaganmiz. Shuning uchun top-toza jigar bor deb ayta olmayman gapni ochig'i. Hatto sog'lomga o'xshayapti, lekin jigarda ancha zahar to'lib qolgan bo'lishi mumkin-da. Endi tomoshabinlarimizni ozgina xavotirga solib qo'ydik.
jigar hech qanaqa alomat bermaydi Bermas dedik. Lekin jigari og'rib turibdi, lekin xayoliga ham keltirmaydi jigari og'rib turganini inson. Qanaqa alomatli bo'lishi mumkin jigarimizni noto'g'ri ishlayotganligi haqida bizga ma'lumot beradigan. Shu haqida gapirib bersangiz. Birinchi o'rinda charchoq his qiladi inson. Jigar ifloslana boshlaganda charchoq his qiladi. Undan keyin boshqa organlarda o'zgarishlarni seziladi. Jigarda o'zida sezilmaydi, lekin davleningiz oshib qolishi mumkin. Yuragingiz ozgina tezlashib, urib, bezovta qilib, undan keyin qorningiz dim bo'lib qolishi mumkin. Ba'zan o'ylaysiz oshqozon bilan suyazin deb o'ylaysiz. Ichaklarim og'riyapti, oshqozonim og'riyapti. Aslida o'zi jigardan boshlangan bo'lishi mumkin-da bu narsa. Shuning uchun bor bu yerda nima deydi? Jigar indamasa ham boshqa organlarda o'sha kasalliklar boshlana boshlaydi. Mana shu simptomlarga qarab siz o'sha jigaringizni ham o'shani ichida tozalab, haligi nima deydi, ko'rsatib olishingiz kerak bo'ladi. Boya aytib o'tdingiz, o'sha terida ham o'zgarishlar bo'ladi deb. Nimaga jigar muammolari ko'pincha terining holati, asabiylashish, uyqu sifati va kayfiyat yomonlashishi bilan kechadi? Chunki jigar o'zidan filtrlab tozalayapti, lekin ortiqcha ko'payib ketdi-da endi. Zahar ko'payib ketdi, uni qayerdandir yana chiqarish kerak. Uni chiqaradigan joyi teri bo'ladi. Teri orqali chiqarishga harakat qiladi. Teri orqali agar siz harakat qilsangiz, teri orqali tezroq ter qilib chiqarib, terlatib, eritib chiqarib yuborishi mumkin edi. Lekin biz ko'pincha unaqa terlab ishlaydiganimiz juda kam. Shuning uchun borib terimizda har xil prishiklar chiqishi mumkin yoki bo'lsa rangimiz so'lg'in bo'lishi mumkin. Qanaqadir nima deydi, allergiya holatlari bo'lishi mumkin. Sochimiz so'lg'in, jaltirab turgan soch bo'lmaydi-da, qanaqadir xira sochga o'xshab ko'rinadi. Tirnoqlarimizda o'zgarishlar, skleramizda ko'zimiz ichida qanaqadir sarg'imtir, oppoq emas-da, top-toza emas. Mana shunaqa holatda o'zini borligini, o'shanaqa zashlakovni bo'layotganini bildira oladi organizm. O'zi og'riq bermasa ham bu tomondan albatta signal beryapti. Qaragin, men bu yog'imda og'riyapti. Har bitta chiqindi nima deydi, prishiklar deymiz-ku endi. Yoki bo'lsa toshmalar, bir narsalar, bularning hammasi jigar orqali chiqib keta olmaganini jigar teri orqali chiqarib olishga harakat qilgan vaqtda o'sha narsalar paydo bo'ladi. Xiralik ham o'shandan kelib chiqadigan narsa. O'sha boyagi zaharli nerv tizimimizga ham ta'sir qiladi. Albatta, nerv tizimimizga ta'sir qilishi natijasida uyqumiz buziladi, asabiylashamiz, xohlasak, xohlamasak. Bularning hammasi bir-biri bilan bog'liq. Asabiylashgandan keyin kayfiyatimiz tushadi, tushkunlik holatga tushib qolamiz. Buni hammasi immunni ko'proq shu organizmda shlakni ko'payishini oqibatida kelib chiqadigan narsa. U signal, organizm prosta signal beryapti, qara jigaringga deyapti. Lekin faqat biz eshitmaymiz-da, terimizni tozalab qo'ygan bo'lamiz, yaltiroq bir narsalar surib qo'yganmiz, krem suramiz, kosmetologga boramiz, uni yana yopib tashlaymiz, teshiklarni chiqayotgan. Dar shunaqa holatlar bor. Doktor, men juda ko'p terlayapman, shu ter to'xtatadigan dori yozib bering deydigan odamlar ham bor. Chunki organizm o'zi chiqarib olishga harakat qilyapti teri orqali. Biz dezodorantmi, qanaqa dorilarni uni yana qaytadan ichkariga kir deb ichkari qo'yamiz, u baribir qayerdandir teshib chiqadi-da. Jigarimiz kasal qiladi juda bo'lmasa. Shu yana boyagi fikringizni ozgina davom ettirib bering. Jigar kasalliklari uzoq vaqt o'zini bildirmadi va oxir oqibat nima kasalliklar oxirida kelib chiqishi mumkin? Oxirida kelib chiqishi mumkin qon qo'yg'lashishi hisobiga, jigar yaxshi ishlamaganligidan qon qo'yg'lashishi hisobiga infarkt kelib chiqishi mumkin, insult kelib chiqishi mumkin, pochkaning ishi buzilishi mumkin, teridagi har xil prishiklar, allergiya holatlari chiqishi mumkin. Shunga o'xshagan juda ko'plab butun organizmda o'zini qayerda imkoniyat bo'lsa shu yerdan haligi shlaklarni chiqarishga harakat qiladi organizm. Ana shu yerda hammasida kasallik sifatida paydo bo'ladi. Aslida negizi jigarda ishida yotgan bo'lishi, asosiy sabab jigarda bo'lishi mumkin. Shuning uchun borib, mana biz Orzu Medical kompaniyalar tarmog'ida eng birinchi tozalaydigan joyimiz ichak tozalab olamiz, chunki yo'l ochilishi kerak. Jigar tozalanish uchun yo'l, probka ochib qo'ymasa, yo'l ochilmasa, yetib kela olmaydi, tashqariga chiqib keta olmaydi. Shuning uchun chunki
jigar o'zini ichidagi zaharni hammasini o't qopiga tashlaydi, o't qopi ichakka tashlaydi. Ichak orqali tashqariga chiqib ketish kerak. Uning uchun albatta yo'lda ochib olishimiz kerak. Ichaklarni tozalab, klizma qilib, yuvib tozalab, giyohlardan yuvamiz ko'pincha, chunki yallig'lanishlar bor. U yerda treshinalar bor, boshqasi bor. O'shalarni davolab ketsin, ham yuvib ketsin, ham davolab ketsin. Keyin o't qopini yuvamiz. O't qopida qo'yiqlashib qolgan zardob, ovqat yeganingizda ham kerakligicha chiqarib bera olmayapti, qo'yiqligi hisobiga. Toshlar paydo bo'lib, bilirubinoviy toshlar, haligi nima deydi, xolesterinli toshlar paydo bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin, nima bo'lmasa kalsiyaviy toshlar bo'lmasa ham tiqilib qo'yiqlashib qolgan natijasida. Demak, o'sha vaqtda ovqatingiz yaxshi hazm bo'lmay, qorningizdan bo'lib bunaqa narsalar holat bo'ladi. Jigar endi o't qopi tozalangandan keyin o'zini ichidagi butun zaharni o't qopiga tashlaveradi. Da o'zi tanasini tozalab olgandan keyin qonimizni ham yaxshiroq tozalab berishga imkoniyat topa oladida. Jigarni ifloslanishi tana vazniga va organizm gormonlariga ta'sir qilishi mumkinmi? Ta'sir qiladi, chunki jigar yaxshi nima qilmagandan keyin, ishi buzilgandan keyin bu yerda ovqat hazm qilish prosessi ham buziladi. Vaqtida ovqat yaxshi hazm bo'la olmaydi. Shuning natijasida ortiqcha haligi qo'ygan ovqatlarimizni hammasi jirovoy kletchatkaga o'tib ketish imkoniyati ko'payadi. Shunaqa qiladi, semirish holati bo'ladi. Semirish holati bo'lgan vaqtda uni ustiga gipofizimiz bor. Gormonlarni hammasini dirijor turadigan, sen to'xta, sen ishla deb turadigan organimiz bu. Gipofizimiz miyadagi ish faoliyat buzilgan, qonni qo'yiqlash hisobiga miyadagi ish faoliyat buzilgan vaqtda o'sha gipofizga ham ta'sir qiladi. Butun tanamizdagi gormonal sistema ishini buzadi. Har kim o'zi xohlagancha ishlay boshlaydi, chunki dirijor boshi og'rib qoldi. Ishga chiqmay qoldi. Shunaqa holat bo'ladi. Shuning natijasida gormonal fon ham o'zgaradi. Haligi aytganimizdek, ayollarda ham, erkaklarda ham ayol kishimi, erkak kishimi yemaydi, hammamizga bir xil ta'sir qiladi bu narsa. Shu klinikamizni asosiga ko'ra organizmni tabiiy tozalash mavzusida jigarni tabiiy tozalash usuli va xalq usuli qanday farqlanadi? Bizani klinikadagi meditsina bo'yicha bizni klinikamiz tabiiy tozalash. Tabiiy tozalash bo'lganda nima deysa, xalqona usul deb aytsak bo'ladi buni. Meditsinada tozalashda nima qilamiz? Masalan, o'qiganingizda nimani qil degan, gepatoprotektor qil degan, ana ukolni qil, kapinsa qil, dori ber deb tozalanadi. Buni hammasi o'zi ximikatlarni chiqara olmasdan, chiqarib tashlay olmasdan bosh qotib yotgan jigarga yana qo'shimcha gepatoprotektor deb beryapmizda, lekin ozgina yordam beradi, ular ham ozgina yordam beradi, lekin uning asложненияsi ortiqcha ana ximikatlari yana jigarga ta'sir qiladi. Jigarning ishini yana susaytiradi desam bo'ladi. Tabiiy tozalashda bu yerda giyohlardan foydalanyapmiz. Mana ertalab turib solib eng avvalo o'tlardan fitochoylar beryapmiz. Обычный choy ichganingizda fitochoyda 3 mahaldan choy ichyapsizlar. Mana shuning o'zini uyga borib yana qanchadir vaqt davom ettirish kerak bo'ladi. Fitochoylar beryapmiz, hijoma qilyapmiz. Bu ham chunki hijoma qilgan vaqtda ham qo'yiqlashgan qonni sug'urib olib, mikrosirkulyatsiyani ulchatsiya qilamiz. Bir tomondan og'riqlarni qo'ydiramizda, ikkinchi tomondan eski qon ketgandan keyin o'rniga organizm yangi svejiy zo'r qon, toza qon ishlab chiqarib beradi. Bu ham jigarning ishiga pozitiv ta'sir qiladi. Shunga o'xshagan mana ozonoterapiyamiz bor, lazer terapiyalarimiz bor. Bu qonni suyultirib, filtrlab, kisloroddan to'yintirib beradi. Bu ham jigarga foydasi bor. Jigarning ish faoliyatini yengillashtirib berishga harakat qiladigan narsalar. Umuman olganda bizda savokupniy har tomonlama birinchidan yeydigan ovqatimiz, avvalo ichaklarni tozalashimiz, jigarni o'zini tozalashimiz, yeydigan ovqatimizni razdельный питание programmasi asosida qo'yishimiz, harakatning o'zi organizmdan
mana ertalab gimnastika qilgan terlab pishib chiqadimi, demak shlaklarni teri orqali ham chiqarib berishga. Undan bochkalarimiz bor, fito bochkalarimiz. U yerda terlatish orqali ortiqcha shlaklarni teri orqali tashqariga chiqarib yuborish. Har tomonlama yordam beramiz jigarning ish faoliyatini yaxshilashga. Shuning natijasida mana ko'ryapsiz, hech qanaqa dori darmonsiz, hech qanaqa gepatoprotektorsiz, undan keyin tabiiy yo'llar bilan ham soklar beryapmiz. Ayniqsa ferment bilirubin baland kelyapti hozir juda ko'p bemorlarda. Yana har xil smuzilar beryapmiz, soklar beryapmiz. Mana bularning o'zi jigarni ish faoliyatini tiklab joyiga qo'yib beradigan. O'sha yetishmayotgan vitamin, mikroelement bilan to'ldirib beradi, ham oziqa beradi, ham ichini tozalab chiqadi, jigaringiz bemalol ishlashga imkoniyat yaratib beryapti. Ko'ryapsiz, masalan, gepatoprotektor bilan qancha vaqt ukol qilyapmizda fermentlar tushmayapti, bilirubin tushmayapti. 10 kunda hali smuzilar bergan vaqtimizda 10 kunda normaga tushib qolyapti. Hali normaga tushmasa ham 2 barobar 3 barobar kamayapti-da. Demak, uyda yana davom etadigan bo'lsa, tabiiy hech qanaqa unda ximikat yo'q, ortiqcha yana nagruska yo'q jigarga. Foydasi, effekti juda yaxshi bo'lyapti, ko'ryapmiz buni. Tajribamizda har kuni ko'rayotgan narsamiz albatta. Profilaktik jihatdan jigarni tozalash har qancha vaqtda amalga oshirilgani maqsadga muvofiq? Endi biz nimagacha, Covidgacha 1 yilda 1 marta tozalashingiz kerak degan gapni aytardik. Chunki Covidgacha qon qo'yg'lashi juda bunaqangi kuchli emas edi, ko'p emas edi. Coviddan keyin har 6 oyda degan gapni aytyapmiz. Agar inson, mana bizga kelgan pasiyent, mana shu o'rgatgan narsamizni hammasini uyga borib bajaradigan bo'lganda 6 oy ham kerak emasdi. O'shim kerak emasdi-da. O'sha bo'yicha u oxirigacha, chunki o'shani davom ettirib yuraveradigan bo'lsa, o'sha programma asosida ovqatlanadigan razdельное питание programmasi bu dietetическое питание emas. Bu har doim umrbod deyishimiz kerak bo'lgan питание. U yerda qovurish ham bor, dimlash ham bor, qaynash ham bor. Faqat uglevoddan belokni aralashtirmasdan, qo'shmasdan pishirasiz. Bo'ldi. Juda mazali, juda ham zo'r ovqat, ham ekonom. To'g'risini aytganda, go'sht ko'p ishlatilmaydi-da. Ana shunday qilgan vaqtimizda agar shunday ushlaganda edi, umuman jigar tozalashda ham hojat bo'lmasdi. Lekin odamlarimiz hozir uyga borgandan keyin to'yib ovqatlanadi, aralash qulalash ketadi, lekin o'sha vaqtda aytamiz 6 oyda hech bo'lmasa kelib, esingizga solib yana bir marta tozalab ketib turing degan gapni bugungi kunda aytayapmiz. Menda bitta случай bo'lib qoldi, tajribamdan endi bozorda ketyapman, bitta opa to'xtatdi, men o'yladim yosh kelinchak ekan deb o'yladim. Akasi u o'sha 40 dan oshib ketgan ayol ekan, ko'rinishiga qaraganda bir 25 yoshlar deb o'yladim. Opa 5 yil oldin sizni klinikangizda davolandim. Sizni ko'rib qoldim, rahmatim bir og'iz aytib ketay dedim deydi. Nima bo'ldi desam, o't qopimda toshim bor edi deydi, sizga borganimda deydi. Qornim pishib ketardi, ovqat hazm qila olmasdim. Kechasi og'zim qurib, achchiq mazza bo'lib, nafaslarim, tomoqlarim qurib qolar edi. Davleniyam ko'tarilardi. Yuragim bezovta, taxikardiya bo'lib, aritmiyalar bo'lib turardi. Yuragimni davolatardim, u yoqqa davolatardim. Hech yaxshi bo'lmasdan yuruvdim. Shu 85 kg, o'zi 1,5 metr bo'yi kichkinagina ekan. 85 kilogram edim, o'zim og'ir his qilardim. Sizda borib yotib lecheniya olgandan keyin sizni gaplaringizni eshitib, o'sha yerdagi bo'lgan muolajani eshitib, mana 5 yildan beri men faqat siz aytganday ovqatlanaman, siz aytganday rejimga ishlayman o'sha rejimda. Bugun 55 kilogramman deb ko'rinishidan ko'rsangiz, yosh ko'rindi-da. 55 kilogramman. O'timdagi toshim yo'qoldi, qornim ishmaydi, ovqat yaxshi hazm qilaman, davleniyam o'shun chiqmaydigan bo'ldi, yuragim joyiga tushdi. Rahmatimni aytib qo'yay sizga yana bitta deb oldimdan chiqib qolgan, men esimda yo'q, endi u doktorni taniydi, aytayapti-da. Demak, agar mana shu narsani, aytilgan narsani, shu yerda o'rgatilgan narsani uyda ham qiladigan bo'lsa, insonlar davom ettiradigan bo'lsa, kasal bo'lishga imkoniyat qolmaydi. Chunki immunitet yaxshi bo'ladi, butun ichki organlar normal ishlaydi, jigar o'zini o'zi tozalay oladi. Chunki yeydigan ovqatning o'zi eng glavniy narsa, jigar uchun foydali bo'ladigan narsa. Endi tozalash kerak deb o'ylasangiz, marhamat, har 6 oyda kelib turish kerak, uni qilmasangizda. Hozir odamlarni og'riqli nuqtasiga tegib ketdingiz, ozish masalasida. Juda ko'pchilik shunga harakat qilyapti. Hozir videomizdan keyin ko'p savollar kelishi aniq.
qaysi maslahatni bergandingiz o'sha bemorga, qanaqa ovqatlanishni tavsiya bergandingiz va bemor o'sha tavsiyalaringizga asoslanib shu ishlarni qildi? Ko'proq to'ymasdan birinchi aytadigan gapimiz to'ymasdan ovqat ye. Birinchi aytiladigan gap to'ymasdan ovqat ye, aralashtirmasdan ovqat ye. Mana go'sht bilan haligi kartoshka, guruch, un bor ovqatni aralashtirmasdan ye. Ko'proq sabzavot, mevalardan ko'proq iste'mol qil. Undan keyin harakatni yo'lga qo'y. Hatto yarim soat, 20 minut, yarim soat mashq qiladimi yo piyoda yurib keladimi, toza havoda aylanib keladimi, mayli nima qilsa ham o'sha yurishlarni hammasini joyiga qo'yadigan bo'lsa, men garantiya berib aytaman. Biz mana ertalab bu yerda guruch beramiz, bor yo'q 7 kun yeydi bizada. 10 kun yotsa ham 7 kungina, chunki 3 kunimiz jigar tozalashga ketadigan kuni uni yeya olmaydi. Agar o'shani 40 kun yegan taqdirda o'zida guruch tuzsiz, nima deydi, yog'siz quruq guruchni o'zini suvda dimlab pishirib yegan vaqtda o'shaning o'zi ham vesni oladi juda yaxshi. Chunki tuzlarni hammasini tortib oladi. Tuz tortilib ketgandan keyin ishlarning hammasi ketadi. Ishlar ketgandan keyin o'zidan o'zi ves yaxshi bo'la boshlaydi. Lekin semiz to'la odamlar agar shunaqa qilib prosta ves tashayman deydigan bo'lsa, hamma tomon shalvirab qolishi mumkin-da. Agar gimnastikani qo'shib qiladigan bo'lsa, shalviramaydi, tortilib, juda chiroyli, mushaklar hammasi taranglashadi-da. Haligi aytganimdek, 40 yoshdagi kelinchik 25 yosh ko'rinishida, men 25 yosh deb o'yladim, to'g'risi ko'rgan vaqtda bozorda. Akasida 40 yoshdan oshib ketgan ekan, bolalar katta ekan. Taranglashib yaxshiroq, chiroyliroq ozadda. Shuning uchun borib buni yo'lga qo'ysa bo'ladi. Eng birinchi to'ymasdan ovqat yeyish. To'ymasdan ovqat yeyish uchun nima qilish kerak bilasizmi? Ko'proq chaynash kerak. Chunki og'zingizda qancha ko'proq chaynagan vaqtda so'rilish og'iz bo'shlig'idagi sosovchkalardan boshlanadi-da, miyaga sirazu to'ydim degan his boradi. To'ydim degan signal boradi. Undan keyin ovqatni ko'p yeyishga hojat qolmaydi. To'yib qoladi-da. Endi og'izda ko'p chaynamasdan yutib oladigan bo'lsa, oshqozon to'lish kerak. Oshqozon to'lgan vaqtdagina signal keladi, to'ldi degan signal keladi. Ba'zan uni ham odamlar eshitmaydi. To'yib deydigan darajaga kelgan vaqtda to'xtashi mumkin-da. Bu narsa immuniy kasallikni chaqiradigan eng katta zaharli moddaga aylanib turib yuboradigan joyiga kelib qoladi-da. To'ymasdan yeydigan, ko'p chaynagan odam ko'p yemaydi. Ko'p yemasa, demak joyiga keladi. Organizmni tozalash nima uchun shifokor nazoratida bajarish kerak? Chunki shifokor nazoratda bo'lsin deyotganimiz любой tozalash bu обострение hamma kasalliklarni qo'zib chiqishiga olib keladigan narsa. Любой tozalash qanday? Masalan, prosta uyingizni tozalaydigan bo'lsangiz ham chang ko'tariladi. Hamma tomonni bu yoqqa tortib, divanlarni tortib, stollarni tortib, ostidagi changlarni, musorlarni hammasini o'rtaga chiqarasizmi? Xuddi shunga o'xshagan organizm ham o'zining ichida xronik kasallar, siz bilmay, esingizdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin-da, o'sha xronический kasallarning hammasini qo'zdirib yuzaga chiqaradi, o'rtaga yig'adi-da hammasini. Ko'zga ko'rsatadi. Endi agar uni oxirigacha yetkazmasangiz, nima bo'ladi? Undan keyin qaytadan bo'lib ketadi. Shuning uchun borib iloji boricha doktor nazoratda bo'lgan vaqtda даже temperaturalar chiqib ketadi, ba'zan og'riqlar kuchayib ketadi. Endi tushunmagan odam nima deydi? Voy, tozalov menga yoqmadi, menga yoqmay qoldi, shuning uchun shunaqa bo'lyapman degan holatga kelishi mumkin. Doktor buni tajribasi bor. Doktor aytadigan bo'lsa aytadi, "Men bunaqa kasalligingiz bor ekan, siz o'ylab o'tirasiz, ha, bor edi" deysiz. Ana shuningiz qo'zib chiqdi. Endi o'shani ham davolashimiz kerak. Hamma qo'zib chiqqan kasalni davolab joyiga qo'yishga bizda mana 10 kun deymiz. 10 kun programma qo'yganmiz. Chunki birinchi 3 kun bilan 5 kunning orasida hamma kasallik qo'zib chiqadi. 5 kundan keyin o'sha joy-joyiga qo'yib davolab joyiga yetkaza olamiz. O'zi 12 kunlik programma edi, lekin 12 kun yotadigan odam topishimiz qiyin bo'lib ketdi. Odamlar chida olmaydi bugun yotishga. Hatto 10 kun qilib qo'ydik. 10 kunda 3 marta jigar tozalanadi. O'sha vaqtda birinchi boshida qo'zib chiqadi hamma kasalliklar, ba'zi birorda temperatura chiqib ketadi. Shu kasalliklar rivojlanishi hisobiga, eski kasalliklar qo'zishi hisobiga. Keyin uni davolab joy-joyiga qo'yib 10 kunda maslahatimizni berib chiqarib yubora olishimiz mumkin-da. Shuning uchun borib nazoratda bo'lishi shartda. Aytib turish kerak-da, doktor, shunaqa bo'ladi. Men o'zimda sinab ko'rganimda, o'zimda
3, 4 kunlar men ochlik bilan davolanganman. 4-kuni qarasam uxlab yotibman, shunaqangi oyoqlarim, qo'llarim qaqshab og'riyapti. Butun bug'im og'riyapti-da. Keyin aytdim, nima balo bo'ldi? Kasal bo'lib qoldim, mazam bo'lmadimi deb o'yladim. Shunaqa qilsam yonimdagi sherik oldin ham kelgan ekan. U yerda doktor ham yo'q edi unaqa joyda. Keyin aytdi, voy opa, anaqa qo'zib chiqar ekan kasallaringiz. O'zim o'yladim, nima qo'ziyapti ekan, menda nima kasal qo'ziyapti? Men uni kasal bo'ldim deb bormaganman u yerga. Men ochlikka qanday chidarkanman? Chidasa bo'ladimi degan narsani o'rganish uchun borganman-da. 10 kun, 15 kun, 20 kunlab och yurish mumkinmi? O'zimda sinab ko'ray deb borganman. Akazivtsa menda revmatizm bor edi, esimdan chiqib ketgan. Bo'g'imlarim hammasi og'rirdi. Har doim kechqurun analgin dimidur olardim. Ertalab tabletka ichib olardim. Shu bilan keyin yurib kechgacha, yurib kechqurun ukolni olib yotib, ertalabgacha yaxshilab turib, ertasiga shunaqa yurardim. Dori bilan yashardim, gapni ochig'i. O'sha tozalash 10 kun, 12 kun ochlikdan keyin menda revmatizm ham yo'q bo'lib ketdi, og'riqlar hammasi ketdi. Bo'g'imlarimdagi og'riqlar, shishlar hammasi ketib bo'ldi. Shu bilan men вроде бы soppa-sog'man, hozir ham kablukada bemalol yugurib yurishim mumkin darajaga yetdim-da. Shuning uchun albatta doktorning nazorati shart bu yerda aytib turadi ekan. Eng asosiy savollardan bittasi. Klinikani jigar tozalash programmasi qanday tuzilgan degan savol ko'p kelgan. Klinikani tozalash programmasi o'z sekin-asta bo'ldi, hammasi birdaniga bo'lib qolgani yo'q. Eng avvalo prosta menga shunaqa imkoniyat bo'lib qoldi. Bitta qo'shnim o'ta toshi bor ekan. O'shani tushirish bo'yicha kitob topib olibdi-da. Olib keldi, men qayta o'qib tushunmaganda endi u qanaqa qilib qilishni bilmagan. Men qayta o'qib keyin borib u kishiga mana shu narsani qilish kerak ekanligini tepasida o'tirib soatma-soat qilganman-da. Haligi bilirubinoviy, xolesterinviy toshlar tushganda men o'ylabman, ana tosh tushdi deb o'ylaganman. Lekin baribir yaxshi bo'lib qoldi-da bemorim. Chunki o'sha toshlar, xolesterinviy, bilirubinoviy toshlar bo'lsa ham, ular ana tiqilib turgan bo'lgan, o't yaxshi ishlamayotgan bo'lgan, og'riqlar berayotgan bo'lgan, ko'ngli aynishi bor, qusqisi keladi, ovqat hazm bo'lmaydi, qorni ishadi, ichi qotadi, shunaqa proseslar bo'layotganda hammasi yo'q bo'lib ketdi, simptomi yaxshi bo'lib qoldi. Bu birinchi boshlagan vaqtimdagi tozalash emas. Keyin giyohlar qo'shildi, asalari qo'shildi, hijoma qo'shildi. Har xil protseduralarni, foydali tomoni, tabiiy narsalarni qo'shib, mana bu programma 10 kunlik programma kelib chiqdi. Bu 10 kunlik programmani ishlab chiqishga to'g'risini aytsam 20 yil vaqtimiz ketdi. 20 yilda shu оформленный 10 kunlik programma ishlab chiqarildi, lekin hali to'xtab qolganimiz yo'q. Yangi tabiiy narsalarni qo'shib, jigarni yengillashtirishga, yurak ishiga, miyani ishiga, umuman butun organizmga foyda berish, tabiiy yo'llar bilan uni kasalligini tezroq tuzatish masalasini qo'yganmiz. Mana ozonoterapiya, lazer terapiya ham ko'p bo'lgani yo'q, bu 5-6 yil bo'lgandir qo'shilganiga. Sekin har xil yangi protseduralar qayerda bor bo'lsa, mana hozir dihательный упражнениялар qo'shdik. Bunga juda foydasi ko'p, organizmni davolanishida juda ham katta. Undan keyingi maqsadimiz visceralniy terapiyani qo'shish bo'lyapti. Hali planlarimiz juda ko'p. Mana shuni hammasini qo'shish hisobiga mana shu programma, tozalash programmasi ishlab chiqaryapti. Unda ham birinchi bo'lib qiladigan narsamiz ichak tozalash, jigar tozalash, o't qopini tozalashdan boshlanadi. Undan keyingilar unga qo'shimcha tabiiy proseslar. Effekt отлично, yaxshiroq. Qo'limizdan kelgancha yana tabiiylarni qo'shib yaxshiroq foyda berishga harakat qilamiz. Aytmoqchisizki, bu kompleks bo'lsa, qancha kompleksli lecheniya bo'lsa, shunchalik effekt tezroq ko'rinadi, yaxshiroq bo'lib ketadi. Mana bochkani qo'shganimizdan keyin ham teri orqali chiqarib yuborish ham ko'paydi. Spazm bo'lib turgan mushaklar qo'yivardi. Uning ichidagi haligi turib qolgan nima deydi, kislotalar, limon kislotalari bor, boshqa bor, ular ham chiqib ketishga yordam beradi terilagandan keyin. Uni ham foydasi juda ko'p bo'lyapti, ko'ryapsiz. Tabiiy yo'ldan har tomonlama harakat qilyapmiz, lekin baribir bu programma nima deydi, окончательный asosiy yo'limiz bor. Unga qo'shimcha o'shanga yordamchi. Asosiysi jigarni, ichakni, o't qopini tozalash.
Bu yerda keyin pochka qo'shiladi, buyraklar qo'shiladi tozalanishi, chunki tuzlardan ham tozalagan vaqtimizda buyrakdagi tuzlar, umurtqadagi tuzlar, bug'umdagi tuzlar hammasi tortib olina boshlaydi-da, undan keyin davolovchi proseslar boshlanadi. Masalan, apiterapiyamiz juda yemirilgan tog'ay qismini восстановить qilishga yaxshi yordam beradi. Umurtqa pog'onasidagi, bo'g'imlardagi o'sha har tomonlama gimnastikalarimiz qilayotgan, buni tezlashtirib beradi, prosesni tezlashtirishga yordam beradi. Tezroq haligi nima deydi, bo'g'imlarni ish faoliyatini joyiga qo'yadi, funksiyasini joyiga qo'ya oladigan imkoniyatga ega bo'lyapti-da. Ayniqsa inson xursand bo'lgan vaqtda, kayfiyat ko'tarilganda kechki dasturlar qo'yganmiz. Mana hozir yaqinda qo'shildi bu ham kechki dasturlar. Kechki dasturlarda kayfiyatni yanada ko'tarish, har xil suhbatlar o'tkazish. Mana bu vaqtda ham insonni kayfiyati ko'tarildimi, demak immunitet ko'tariladi. Immunitet ko'tarildimi, demak organizmdagi hamma kasallikni o'zi davolashga harakat qilamiz. Tomoshabinlarimizga tavsiyalar. Agar jigari o'z vaqtida tozalashni boshlasak, o'zini o'zi tiklay oladimi? Tiklay oladi. O'z vaqtida bajarsak. Mayli kech qolgan bo'lsangiz ham joyiga keltira olishi mumkin. Chunki jigar shunaqa katta organ, o'zini o'zi восстановить qila olish. Jigar to'qimasi o'sib kengayib joyiga kela oladi. Masalan, yarmini kesib tashlasangiz ham qanchadir vaqt o'tgandan keyin jigar to'liq o'zini holatini ola oladigan organ, единственный organ. Shuning uchun borib biz tozaladikmi, u восстановить qilib joyiga kela oladi. Faqat kech qolmasligimiz kerak, qotib qolmaslik kerak-da. Qotib qolgangacha o'tirishimiz kerak emas. Iloji boricha ertaroq harakat qilsak, tozalashni mayli uy sharoitida qilamizmi, mayli klinikada qilamizmi. Prosta klinikada oldin bir marta ko'rish deyotganim prosta yo'l yo'rig'ini yaxshiroq o'rganib oladi, yaxshiroq tushunib oladi-da. Inson tushunib olsa, uni bemalol uyda ham qila oladi. Mana shunaqa qilib davolaydigan bo'lsa, восстановить qilsa bo'ladi. Ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshiroq. Uni uyda davom ettirsa bo'ladi keyingi safar. Tim bo'li kitoblarimiz bor, ularni olib ketib uyda даже mana jigarni nimasini kitobchasini yozganimizda zavtraka, nonushtaga nima ovqat yeyish kerak, qanaqa pishirish kerak, obedda nimani yeyish kerak, o'zingga nimani yeyish kerakga yozib qo'yganmiz-da. O'sha orqali ovqatlanishni ham yo'lga qo'yadigan bo'lsa, bemalol tuzatsa bo'ladi, harakat qilib. Asosiy tomoshabinlarimiz 35-40 yosh va 50 yoshgacha bo'lgan tomoshabinlarimiz bo'lishi mumkin. Undan ortiqlari ham bordir. Shu yoshda ishlaydigan insonlarda doimiy stressda ishlashadi, doimiy charchoqda. Kunlik tartibidan qaysi mahsulotlarni chiqarib tashlashni maslahat bergan bo'lardingiz? Kunlik mahsulot bunaqa stressda ishlaydigan ko'pincha yoshlar ko'proq energetiklardan ko'proq foydalanadi, chunki uxlab qolmaydi deydi. Charchoq bo'lgandan keyin odam ko'zi ilinib ketadi, boshqa bo'ladi. Energetikalardan, har xil gazirovanniy napitkalardan ko'proq foydalanadi. Undan keyin fosfatlarni ko'proq iste'mol qilishadi. Men aytgan bo'lardim, o'shani hammasini yig'ishtiring. Bularning hammasini yig'ishtiringda uydan yaxshisi kechqurunga qolgan ovqatdan bo'lsa ham bir narsa tayyorlab bersinda, uydan kelib o'shani oddiy qaynagan suv bilan iching deb aytgan bo'lardim. Choy bilan, suv bilan ichish mumkin birinchidan. Ikkinchidan, har soatda bunaqalar ko'pincha kompyuterda o'tirib ishlaydi, shunaqalar. Hozir ko'p endi. Ertalabdan kechgacha o'tirib ishlaydigan ish. Har soatda o'rningizdan turib Mikulin mashqini bajaring degan bo'lardim. Bu tovon mashqi. Tovonni 2 santimetrga ko'tarib, faqat yalang'oq oyoq turib qilish kerak bo'ladi uni. Chunki kabluka bo'lmaslik kerak, poshna bo'lmaslik kerakda. Butun hali 2 santimetr tovonni ko'tarib, gurs yetkazib pastga qarab tushirib yuborish. Qo'llarni ham harakatda qilib, tushirib 60 marta, har sekundiga 1 martadan urish kerakda. Chunki ana shu holat butun organizmdagi qon aylanishini yaxshilab, yurakdagi nagruzkani nima qilib beradi. Bu nima deydi, limfa drenaj degan so'z. Qon aylanishini yaxshilab beradigan. Chunki qon tomirlari, vena tomirlarimizni klapani pastga qaragan bo'ladi. Arteriya pastdan yurak haydab berdi, mana bu yoqqa chiqib ketish uchun klapan turibdi. Siz 60 marta oyog'ingizni yerga urgan vaqtingizda mana klapan ochilib, qon pastdan yuqoriga qarab chiqadi-da, yurakka nagruzka kamayadi. Shuning natijasida qon aylanishi yaxshilanib, oyoqdagi atyuklar, charchoqlar hammasi keta boshlaydi. Buni qilish kerak bo'ladi.
har soatda 1 minut vaqtingiz ketadi. Har soatda turib, prosta stolning yonida turib, o'sha Mikulin mashqini bajarishni o'zi organizmga juda katta kuch beradi. Bemorga charchoq yoshga emas, balki jigarni zo'riqib ishlashiga bog'liqligini qanaqa tushuntirib bergan bo'lardingiz? Yoshga qarab yosh biz 90 yoshda ham, 80 yoshda ham biz bodri bo'lib turishimiz mumkin. Ana Paul Brek 92 yoshda ana nimada suvda o'sha uchadi shunaqada ag'darilib ketib halok bo'lganda u kishi tekshirib ko'rgan vaqtda yuragi, jigari, qon tomirlari hammasi 18 yoshar yigitni qon tomirlariga o'xshagan holatda bo'lgan. Chunki u diyetani joyiga qo'ygan. Vaqtida yaxshi ovqatlanishda ochliklarni yo'lga qo'ygan esa uning juda ko'p kitoblari bor yozilgan. U charchoq yoshga qaramaydi. Bizni yeyotgan ovqatimizga ko'proq bog'liq. Qancha ko'proq yotsak, shuncha ko'proq charchaymiz. Nima bor? Vaqtida 8 soat uyqu, 2 soat uyqudan keyin harakatni joyiga qo'yib, ovqatlanishni joyiga qo'ysangiz charchoq bo'lmasligi kerak-da o'zi. Eskilarning gapi bor. Yosh yotsa qo'naydi, qari yursa qo'naydi degan gap bor-da. Yosh 8 soat uxlab turdimi, bodri bo'lib yaxshi uxlab turdimi, o'sha kuni bilan bemalol ishlay oladi. Uning uchun yeydigan ovqatni kontrol qilish kerak, to'ymasdan yeyish kerak. Nima desam, toza ovqat desam, ko'proq meva, cheva bunaqa narsalarni aytadi-yu, yeydigan ovqatingizni 60% nimalardan, jivoydan, kletchatkadan tashkil topgan bo'lish kerak. 40% go'sht bo'lishi mumkin, yana qanaqadir narsalar bo'lishi mumkin-da. Endi go'shtni yema deb ayta olmayman, конечно, chunki go'sht kerak. Ayniqsa yoshlarga go'sht kerak. Chunki kletkani stroy materiali aminokislotalar, nezaminimli aminokislotalar. Endi 40 yoshdan keyin biz o'smaymiz-ku. Yosh 40 yoshdan keyin o'sha tabiiy narsalarga ko'proq живой narsalarga o'tishimiz kerak. Bizning kletkalarimizga живой energiya kerak bo'ladi. O'sha vaqtda go'shtni kamaytirib miqdorini, iloji boricha живой narsalardan ko'proq foydalansak, bizning sog'lig'imiz yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Shu narsani aytaman. Rahmat. Eng oxirgi savolimiz. Agar inson hozir o'zida 2-3 ta alomatni sezayotgan bo'lsa, mana 2-3 ta boya yuqorida aytib o'tgan organizmni zaharlanishiga bog'liq bo'lgan 2-3 ta simptomlarni, alomatlarni sezayotgan bo'lsa, birinchi qadam sifatida nimani maslahat bergan bo'lardingiz? Birinchi qadam sifatida men o'sha eng birinchi ovqatingni to'g'rilab joyiga qo'y degan bo'lardim. Chunki 99% kasallikni paydo bo'lishi bu yeyotgan ovqatimizga bog'liq. Birinchi qiladigan ish. Undan keyin gimnastikani qo'sh, harakatni qo'sh degan bo'lardim. Kayfiyatni yaxshila, boriga shukr qil. Lekin baribir nima bo'lgan taqdirda ham birinchi o'rinda turadigan narsa ovqatlanishimizni yo'lga qo'yishimiz kerak. To'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish kerak. To'g'ri ovqatlanish deganda odamlar nimani tushunishim kerak deb aytishi mumkin. Men bu yerda aytib ketay, to'g'ri ovqatlanish deganda aralashtirmasdan, uglevod bilan belokni aralashtirmasdan ye, keyin to'ymasdan ovqat yeydigan bo'lardi. Suvni me'yorida ichish shart. Обязательно. Chunki suv erituvchi modda tanadagi butun shlaklarni yuvib tozalab chiqaradigan bu suv, toza suv. Napitka emas, choy emas, именно toza suv. Iloji boricha suvni ham sal issiqroq kuymaydigan qilib, sovuqdan ko'ra issiqroq ichgan ma'qulroq. Chunki uni ichkariga kirgandan keyin sovuq suvni qizdirishga ham energiya ko'proq ketadi. Ayniqsa yosh kattalarga. Yoshlar ba'zan yozda sovuq suv ichishni yaxshi ko'radi. Marhamat, sovuq suv ichgisi kelsa, sovuq suv ichishi mumkin. Chunki energiya qaynab turgan bo'ladi, ularda issiqlik o'zi ko'p. Shuning uchun sovuq suv ichishni xohladimi, mayli sovuq suv ichaversin, lekin yosh kattalarga ayniqsa aytadiganim, ko'proq kasal bo'ladigan odamlar issiqroq suv ichgani ma'qulroq bo'ladi. Ovqat to'g'rilasa bo'ldi. Главный. Asosiysi. Sog'liqning eng asosiy etaloni bu yeydigan ovqatimizni yo'lga qo'yish. Aralashtirmasdan yeng, kam-kam yeng. Bo'ldi. Ko'proq chaynang. Orzugul opa, kattakon rahmat maslahatlaringiz uchun, vaqtingiz uchun. Qadrli tomoshabinlarimizga ham rahmat deb qolamiz. Bizani vaqtlarini ayamasdan kuzatib turishgani uchun, qo'llab-quvvatlash uchun albatta like tugmasini bosib qo'ying. Keyingi kuzatuvlarimizda Xudo xolisa kutib qolamiz.
rahmat Rahmat. salomat bo'ling.